البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Hammanlarga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. dada. Ali qayerda? أين علي؟ Tushlik tamoq kelmadi. Tantarbiya mashq solg'i ketdimikin, qilkim satr kelib qolar. Xotin, سلمت يدك يا أم علي اللهم لك الحمد على نعمك نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hammanglarga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ali, bugun tantarbiya mashqi qandaqroq o'tdi? Ana, barangi qo'rimiz qani? Meni purchaq qo'yishligimni bilmabdim. Bilishimcha, tantarbiyada chiniqadiganlar say أنا أعرف أن ko'ktatlarni الرياضية yoqtirib yeydi. المتميزة يأكل Allah كل yaratgan أنواع ne'matlarga har الطعام vaqt ويحمد shukr الله qiladi. على نعمه. Ha, bu tamoq pek o'xshabdi. Bekti dedi. Ali, nima qilyapsan o'g'lim? Nima qilyapsan bu? Tamoq yeyapman-ku. Onu bilaman. Mening sendan so'rayotganim ne'matga qarta tashakkur aytish. Qo'limni yugan yumg'anligimni so'ramoqchi bo'lsang, zaldan chiqibla qo'limni yudim. Qo'l yumay dasturxonga kelmayman bu. Men buni so'ramoqchi emasman. O'g'lim, Allohning ne'matiga hurmat qilib, bundoq gaplarni qilmasligim kerak. Bu haqda biror hadis bormi buva? Albatta bor qizim. Islom dinimiz turmushimizdagi cho'ng ishlardan kichik ishlargacha nima qilishimiz kerakligini bildirgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dasturxonga kelib tamoqqa o'tirgan bir yigitga, "Ey yigit, tamoqni bismillah deb yegin. O'ng qo'ling bilan yegin, oldingdan yegin." Tamoqdan keyin payg'ambarimiz duo qilganmi? Shundoq qizim, payg'ambarimiz mundaq duo qilgan. Alhamdulillah, bizga mushundoq yaxshi ne'matlarni berib, rizqlantirgan Alloh taologa minglarcha tashakkurlar bo'lsin. Payg'ambarimiz yana tamoq haqida bo'lmug'ur gap qilmanglar. Chunki bundoq qilganlar ne'matni kamsitganlik va cho'ngchilik qilganlik bo'ladi degan. Islomning ko'rsatmalariga rioya qilsak, turmushimiz nihoyat rohat bo'ladi. Eng yaxshi islomning ko'rsatmalariga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning sunnatiga rioya qilaylik. Apu so'rayman, men to'g'ri qilmabdiman. Chunki bularni bilmaydim dada. Endi bilgan bo'lsa, bundan keyin bu qoidaga rioya qilgan bo'lamdi. Inshaalloh cho'qim rioya qilaman bova. Alloh sendan rozi bo'lsin o'g'lim. Buva, payg'ambarimizning hayoti haqidagi hikoyaning davomini so'zlab berma degandingiz-ku? Hikoyaning davomini aytib beraman qizim. Bismillahirrohmanirrohim. Ney kelganligimiz esinglardimi bolalar? Shu yerdan boshlab davomlashtiraylik. Albatta esimda bova, Xolid ibn Validning Dona plani bilan Uhud teg'ining orqasidan kelib musulmonlarni cho'chitayotganiga kelgan edi. Shunda qildi. O çağlarda Xolid ibn Valid musulmon bo'lmagan edi. Mushriklarning urushdan qochganligini ko'rib, tog' bag'rida turgan musulmon o'qchilar turgan yerlardan ayrildi. Buni fursat bilgan Xolid ibn Valid tog'ning orqasidan kelib musulmonlarni qo'rishga oldi. Shuning bilan musulmonlar Endi ularni urunglar! Hujum! Hujum!
Bütün kuching bilan urushyapsan. Qarab tur, seni qandoq joylaymankin? Sen, hay Abu Qumar, qarab tur. Payg'ambarimiz yonimda bo'lmasimi, men oxirgacha shahid bo'lib sen bilan urushaman. Musab ibn Umayr shahid bo'ldi. Ibn Qamiya oldi bilan uning o'ng qo'lini uzdi. O bayroqni so'l qo'lga. Ibn Qamiya uning so'l qo'lini uzdi. O bayroqni bag'riga besib, bilaklari bilan chin quchoqlab, Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Muhammad Allohning payg'ambaridir. Rasululloh qayerda? Rasululloh qayerda? Muhammad o'ldi. O'ldiringlar. Rasululloh o'lgan bo'lsa, bizmi uning tutqa yo'lida urushib o'layli. Botirlarcha o'layli. Hurro! Ey musulmonlar, orqaga chekininglar. Tez chekininglar. Yo'q, u texi o'lmadi. U texi hayot. U jon fidolik bilan urushyapti. Ey Velid, bu g'alaba sana bayram bo'ldi. Ular texchi u yerda. Badrdagi intiqomimizni olg'ili keldi. Bu jangdagi g'alaba Muhammaddan va uning dinidan to'liq qutulmaguncha g'alaba bo'lib hisoblanmaydi. Agar biz ularga yaqinlashsak, ular payg'ambarni qo'llash uchun jon tikib. Bunday qilsak, biz yon tortamiz. Gapimni tushundingmi? Ey Muhammad, ovozimni angladingmi? Urush degan homini o'zgarib turdi. Bir kun sen g'alaba qilsang, bir kun biz g'alaba qilamiz. Bugun biz g'olib. Payg'ambarimiz deydi-ki, bizden şehit bo'lganlar jannatga kirdi. Sizlar tarafdan o'lganlar do'zaxga kirdi. Biz faxrlanamiz. Sizlar faxrlanishni bilamsizlar. Bizning ilohimiz Alloh. Sizlarning ilohinglar yo'q. Oqchilim, Hamza ana o yerda. Hamza, sözümni anglavatamsan. Men Hindi binti Utba. Sen Bedir'de öldürgenler esingda bormi? Hey Hamza, dadam, bir tuqqan inim ve tağamni sen öldürdün. Bu musulmonlarga ölüm azlık kılıdı. Sana mı şu? Vahşi, gel. Mal Hamza'nın yürügünü sug'urib al. İki qo'shinning kelishim qilishi bilan urush oxirlashdi. Bu urushda payg'ambarimiz yarlangan edi. Muborak yuzidan qon iqdi. Musulmonlardan 70 kishi shahid bo'ldi. Bu muborak shahidlarning qoni bekorga oqmadi. Uhud uchun tövendeki oyatlar nozil bo'ldi. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Makka uchun yaxshi g'alaba bo'ldi. Badrda parakandizlikka uchragandan keyin sen bizga muvaffaqiyat elib kelding, Abu Sufyan. Muhammad texniçi sağ salamet turvatıdı. Men xotirjam emas. Uning dinini va tarafdorlarini yo'qotmay turib, menga xotirjamlik yo'q. Endi ularni bek cho'ng chaqlab ketmasangmi bo'ladi, Abu Sufyan. Ular bizga hechnim qila olmaydi. Ish buning bilan tugamaydi. Chunki Muhammad Madinaga yildiz tortyapti. Arablarning rahbarlik huquqi uningga va agash kuchlarining qo'liga yutyapti. Mening sen yangi planlarni tuzayotganda qilsan. Nima qilay deysan? Yaqinda bilasizlar, yaqinda. Yahudilar shaharda musulmonlarning orasida yomon niyatini ochdi. Musulmonlar bir qancha qatam Arab qabilalari bilan Bani Nazirning oqsoqollari va Quraysh o'z manfaati uchun birlashishni وقريش عازمين على أحزاب
Ey Bani Nazir qabiləsinin ağsaqqalları, sizlərni qızğın qarşı alımız. Mədinədə qandaq xəbərlər var. Ey Quraysh bəyzadəsi, mən Salam ibn Müşid, yenimdikilə ibn Əbil Həqir, Həyy ibn Əxtab və Kənan ibn Rabi, səndən yardım tələb etkən. Sizlərə bizdən qandaq yardımımız lazım. Qənə eytan var. Xeybər diyarından qorulanğan وجدنا أن مصالحنا تلاقت معكم في التخلص من المسلمين لذلك جئنا نبلغكم أننا سنكون معكم حتى نستأصله. Çünki faqat birlashgandila maqsadimizga yeta olamiz. Ey suyumlik insanlar, sizlarni yana bir qitim qizg'in qarshi olamiz. Chunki sizlar bilan bizning dushmanimiz bir, Muhammad va tarafdorlari o'rtaq dushmanimiz. سنجتمع معا إذا وسنكون قوة واحدة في وجه محمد. Arab qabilalari bilan so'zlashinglar. Ularni musulmonlar bilan urush qilishga tayyorlanglar. Texmi kuchli bo'laylik. لا عليك يا أبا سفيان، سنكون يدا واحدة وسنريهم قوتنا. Xuzaya qabilasidan bir umakkili payg'ambarimiz bilan ko'rishdi. Zayd ular nima uchun ketdi? Qurayshning arab qabilalarini yig'ib Madinaga qarshi yurishga tayyorlanayotganligini payg'ambarimizga xabar qilg'ili ketdi. Ularning soni qancha ekan? 10 ming kishi. Madinani bularning ziyonkashligidan qanday muhofaza qilarmiz? Payg'ambarimiz bu vaqtda maslahat qildi. Salmoni Farisi Madinaning atrofida xandaq qazayli dedi. Bundaqda dushmanlarning Madinaga kirishini to'sqili bo'ldi. Buni qanday qilamiz? Hech qanday tajribamiz bo'lmasa, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning buyrug'iga itoat qilamiz. Uning qarori eng to'g'ri qaror. Sizlar hargiz g'am qilmanglar. Oqibatimiz yaxshi bo'ladi. Madinani sog'-salomat qo'llashimizga Alloh yordam qilg'ay. Bova, nemishqa xalq bilan munosabatli bir ish bo'lsa-da payg'ambarimiz atrofdagilar bilan kelishib maslahatlashadi. Buni bilgin ba. Chunki bizga o'zaro bir-birimizning fikrini bilish, maslahatlashishning vojib ekanligi, musulmonlarning ko'nglini elish, o'rtaq bir fikrda birlikka kelishning muhimligi, o'z shahriga mas'ul bo'lishni bildirmoqchi. Undaqda bu urush qanchinchi yil bo'ldi buva? Hijriyaning 5-yili bo'ldi Fatima. Tafsilotiga bak qiziqyapman bova. Sizdan so'ray, qanday qanchalik kenglikda qazilgandi? Kelar qatimda buni sizlarga tafsiliy deb beraman bola. Hozir ruxsat qilsanglar, men biroz orom olaman. Kelar qatim cho'qim so'zlab bersiz-a buva? Albatta Fatima, men sizlardek yosh emas. Osonla yerib qolaman. Shunga men birdan orom olay. Ammo biz bu hikoyaning davomiga bekmi qiziqyapmiz. Xotirjam bo'lgin bola. Davomini yaqinda o'rganasan inshaalloh. Sabr qilinglar bola. Chunki sabr qilish eng cho'ng fazilatlardan biri. Men endi orom elib olay. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر